Demak, hurmatli o'quvchilar, kuzatuvchilar, alkanlarning dastlabki vakili misolida, aynan metan misolida, metan, ya'ni biz ko'rdik CH4. Ya'ni umumiy formulaga asoslangan holatda. Uni tuzilish grafik formulasi quyidagicha bo'ladi. Yaxshilab e'tibor berasiz. Uglerod atomi, bu yerda uglerod atomi 4 valentlik. Vodorod esa 1 valentlik. Buni siz anorganikadan siz uni farqli olyapsiz, yaxshilab. Ya'ni buni ko'rinishi uglerod atomi vodorodlar bilan tetraeder shakl ostida o'zaro bog'lanadi. Ya'ni buni sal kengroq oladigan bo'lsam, haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Xo'p, yaxshilar. Gibridlanishdan biz bilamiz, valent burchak degan tushuncha bor. Uglerod va vodorod orasidagi, ya'ni ikkinchi vodoroddan bu vodorod orasidagi valent burchak 109.28. 28. Va uglerod atomi 4 ta sigma bog' orqali vodorod atomlari bilan bog'lanyapti. Bu yerdagi uglerod atomining gibridlanish turi sp3. Va siz juda ham yaxshi bilasiz, har bir sp3 gibridlanishi 4 ta orbital ishtirok etadi. Mana bitta, ikkita, 3 ta, mana bu bilan 4 ta. Uglerod atomi vodorodlarda ana shu orbitallar orqali bog'langan va birinchi gibridlanib olib turib, keyin o'zaro bog' hosil qilgan. Demak, 4 ta sigma bog' to'yingan uglerod sifatida dastlabki alkanning birinchi vakili metan sp3 gibridlangan ekan. Uglerod va uglerod orasida uglerod va vodorod atomi orasida 109.28 degani mana bu oralig' ham necha bo'ladi? 109.28 bo'ladi. sp3 gibridlangan fazoviy shakli tetraeder. Xo'p, tetraeder bo'ladi. Xo'p, keyingi vakiliga to'xtalamiz. Ikkinchisi etan misolida ko'ramiz. Etan. Ya'ni bu birinchi vakili bo'lsa, bu ikkinchi vakili. Alkanlarning ikkinchi vakili. Etanning ko'rinishiga qarab turasiz. Endi aynan biz kirish mavzusida ko'rib chiqdik. Ya'ni o'zaro uglerod atomlari o'zaro bog' hosil qilish xususiyatiga ega, ya'ni uzun zanjir hosil qiladi. Cooper va Kekule buni o'rganib chiqqan edi. Ya'ni demoqchiman, hozir C2H6. Ya'ni etanni yozadigan bo'lsam, uglerod 4 valentligu. Ya'ni biz bilamiz, agar 4 valentlikni bilmagan o'quvchi buni nima deydi? Vodorod, uglerod 6. Demak, biz ular qisqarmagan holatda turibdi. Misol uchun, ya'ni uglerod 6 valentlikmikin, vodorod 2 valentlikmikin. Vodorod 1 valentligu, 2 valentlik birikmasi yo'q-ku, misol uchun. Yoki buni qisqartiramizmikin, misol uchun CH3 ko'rinish yozamizmikin. Bu misol uchun uglerod 3 valentligi ham bor dedik-ku, misol uchun is gazida uglerod 3 valentlik bo'ladi-yu degan xulosalar uyg'onishi mumkin. Yo'q, ana shu yerda adashib eng katta xato shu bo'ladi. Ya'ni bu nimaga asoslangan? Uglerod bu yerda 4 valentlik bo'ladi. Vodorod 1 valentlik bo'ladi. Bu o'zgarmaydi, bu qonuniyat. Uni o'zgartirish mumkin emas. Va bu 4 valentlik yoki 1 valentlik qayerdan kelib chiqyapti? Mana qarab turasiz. Ya'ni uglerod atomi bilan uglerod atomi o'zaro vodorodlar bilan, ya'ni uglerod bilan bog'lanadi. Ya'ni vodorodlar bilan quyidagi ko'rinishda. Ya'ni mana bu uglerod atomlari ham o'zaro 4 ta vodorod atomi bilan sp3 gibridlanishda, ya'ni vodorodlarning s orbitallar bilan o'zaro bir-birini qoplaydi. Valent burchagi baribir 109.28. Uglerod atomlar aytgandek, bu ham sp3, bu uglerod ham sp3 tipda gibridlangan. Yani gibridlanish uchun buni xulosa qilib aytdim. Endi buni ko'rinishini
maslashayotganingizda mana bunday ko'rinishda yozsangiz ham noto'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni vodorod atomlarini bog'lab qo'yaman bu yerda. Shunda uglerod atomlari ham 4 valentlik, vodorodlar ham 1 valentlik o'zini holatni o'zgartirmaydi. Yaxshilar. Xo'p, yana buni ko'rinishini quyidagicha bersa ham siz adashib qolmang. Misol uchun mana bu uglerodda nechta vodorod bor ekan? E'tibor bering. 3 ta vodorod atomi bor ekan. Bu uglerodda ham 3 ta vodorod atomi bor ekan. Ya'ni CH3 ko'rinishda yozsangiz ham bu qaysi model bo'ladi? Etan molekulasi bo'ladi. Yoki ma'lum bir shtrix, ya'ni chiziqcha ko'rinishda yozib qo'ygan holatlar bo'lishi mumkin. Mana bu holat, mana bu chiziqcha ham bu etan ko'rinishini ifodalab beraveradi organikada. Ya'ni mana bu chiziqning ikki uchida uglerod atomlari borligini bilib turamiz. Bermagan taqdirda ham. Ha, misol uchun. Xo'p, yaxshilar. Keyingi vakil, 3-vakilga to'xtalgan bo'lsangiz. C3, ya'ni propan C3H8. Ha, demak, uglerod atomlari o'zaro 3 ta uglerod o'zaro bog'laydi. Har bir uglerod 4 valentlik qilishim kerak. Mana bu uglerod 4 valentlik bo'lishi uchun nechta bog' etmayapti? Albatta 4 ta bog' etmayapti. Mana bu uglerod uchun 2 ta bog'. Bu uchun esa 4, ya'ni 3 ta. Va har biri vodorod atomlaridan tushadi va sinab chiqsangiz albatta necha valentlik bo'ladi? Albatta har bir uglerod atom 4 valentlik bo'ladi. Mana bu uglerod qo'shni uglerod bilan 2 ta sigma bog' hosil qilganligi uchun mana bu to'yintirish uchun valentlik bilan albatta 4 valentlik qilish uchun 2 ta vodorod kerak. Demak, eng chekkadagi boshlang'ich va oxirgi uglerodda nechta vodorod bo'lgan? 3 tadan. Oralig'idagi uglerodlardachi? Albatta bittadan vodorod atomi bo'lar ekan. Yaxshi. Xo'p. Keyingi vakilini ham ko'rib qo'yamiz yoki bundan oldingi vakilini quyidagi ko'rinishini biz bilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni, qanday demoqchiman? Boshlang'ich uglerodda 3 ta uglerod vodorod bo'lgani uchun CH3, oraliq ikkinchi uglerodda 2 ta vodorod bo'lgani uchun CH2 va undan keyingi uglerodda CH3. Yaxshi. Mana bu holat ham propanni bemalol ifodalay oladi. Va masalalarda ishlash osonroq bo'lishi uchun mana bunaqa ko'rinishda yozsam ham siz, ya'ni bularni nomenklatura yozayotganimizda, formula yozayotganimizda, izomer yozayotganimizda mana bu bizga ko'proq qulayroq. Ya'ni vodorodlarsiz yozsak, biz uchun qulayroq bo'ladi. Ya'ni 3 ta uglerod atomi bormi? Alkanlarda to'yingi uglerodlar alkanlar mavzusini ishlayapsizmi? Yoki alkanlarga doir masalan bu 3 ta uglerod, bu 3 ta ugleroddan iborat, bu propan degan vodorodsiz yozsangiz ham. Yokida buni mana bunaqa ko'rinishda berib qo'yish mumkin. Burchak. Ya'ni bitta burchak, ikkinchi burchak, uchinchi burchak. Ya'ni 3 ta uglerod atomdan iborat ochiq zanjir. Bu demak kim? Baribir mana bu ham, bu ham demak kim? Propan molekulasini namoyon qilaveradi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, davom etamiz sizlar bilan. Ya'ni alkanlar mavzusidamiz. Alkanlar bu uglevodorodlarning to'yingan, nima uchun to'yingan deymiz? Hamma valentligi faqat sigma bog'da ishlayotgan. Bularda pi bog' yo'q. To'yingan uglevodorod deyishimiz sababi ham shunda. Hamma uglerodni har bir valentligi vodorod atomlari bilan yoki aynan sigma bog'lar bilan to'yingan. Pi bog' mavjud emas. Ana shuni to'yingan. Va ochiq zanjirli. Bu yerda halqa yo'q, ochiq zanjirli asiklik birikmalar bu alkanlar edi. Umumiy formulasi CnH2n+2. Hurmatli kuzatuvchilar, mana bu formula bizga juda ham muhim. Aynan alkanlarning dastlabki birinchi mavzusida, umumiy tushuncha bo'limida bu formulaga asoslangan ayrim keltirib chiqarish kerak bo'lgan, muhim bo'lgan formulalar bor. Hozir yozmoqchi bo'lgan umumiy formulalarni yodlab qolish shart emas. Uni o'zingiz ham keltirib chiqarib olsangiz bo'laveradi. Ya'ni, misol uchun men molekulyar massasini topmoqchiman. Ya'ni har bir organik modda bo'ladimi? Hammasining molekulyar massasi bor, og'irligi bor. Alkanlarning umumiy formulasiga asoslangan holda molekulyar massa topish formulasi. Misol uchun, qarab turasiz. Uglerodning og'irligi 12. 12 ni n ga ko'taramiz. 12n plus vodorodning og'irligi 2n plus
va 2. Buni yig'adigan bo'lsam, hurmatli o'quvchilar, molar massasi umumiy 14n plus 2 bo'lar ekan. Mana bu formula orqali siz tegishli alkanni tarkibidagi uglerod sonini topib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol yozaman. Dedik, molekulyar massasi 30 bo'lgan alkan tarkibida nechta uglerod bor? Uni misol uchun metan bo'lsa 16, etan bo'lsa 30 bo'lar ekan deb turib, undan bunga qo'yganda formula qo'yib tashladik. 14n plus 2. 2 bu yoqqa minus bo'ladi, 28 teng 14n. n teng nechta bo'ladi? 2 bo'ladi. Demak, uglerod soni 2 tami? Uglerod soni 2 ta bo'lsa, vodorod soni nechta bo'ladi? Vodorod soniga o'tish uchun uglerod sonini 2 ga ko'paytiramiz. 4, 4 2 ga qo'shsak 6. Agar CH6 bu kim ekan deymiz? Etan ekan deymiz. Xo'p, misol uchun 28 30 deydi, etanligini sirasi bir pasda topib olasiz, misol uchun. Dedik, molekulyar massasi agarda 14 plus 2 bo'yicha topiladigan bo'lsa 58. 58 dedik, osonroq, baribir bu ham. Kim ekan? 2 talik bo'lsa 30 ekan. 3 talik bo'lsa 44 bo'lishi mumkin. Yana 4 talik bo'lsa, demak 58 ekan deb o'ylaysiz. Unda vaqt ketadi. Masalan, 14n plus 2 ga qo'yib berasiz. 2 ni ayirasiz 56 bo'ladi, teng 14n qilasiz. n teng nima qilasiz? Endi 56 ni 14 ga bo'lasiz. n teng 4. Demak, uglerod soni 4 bo'lsa, C4 necha bo'ladi? H. 8 mi 10 mi? 10 bo'ladi. Albatta, bu kim bo'ladi? Bu tan bo'ladi. Mana shunday holatda siz tezroq tegishli sinf vakiliga kelmoqchi bo'lsangiz, siz mana bu formulaga, ya'ni molekulyar massa topishni mana bu formulaga kelib olishingiz kerak bo'lar ekan. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, keyingi umumiy formulaga o'taman. Ya'ni keyingi formula, yaxshilar, dedik, vodorod atomlar sonini topish. Vodorod soni. Ma'lum? Bu kerak bo'ladi albatta. Vodorod soni nimaga teng? Xo'p, qarab turasiz. Vodorod soni, yaxshilar. Ya'ni s orbitallar sonini so'rab qolgan joyda ham vodorod soni kerak bo'ladi. Va s nima? Orbital. Orbital soni sababi s orbital soni ham nimaga teng? Vodorod soniga teng. Siz vodorod sonini yoki s orbital sonini so'rasa qanday qilasiz? Shunday umumiy formula qaraysiz. 2n plus 2. Demak, 2n plus 2 orqali vodorod sonini yoki s orbital sonini topib olishingiz mumkin bo'ladi. Albatta, masalalarda xudo xolasa buni tahlil qilamiz. Va vodorod soni endi umumiy atomlar sonini so'rash mumkin. Umumiy, ya'ni n Avogadro umumiy atom deb qo'ydik mana. Atom soni. Ya'ni u deganda umumiyni nazarda tutyapman. Umumiy atom soni qanday topiladi buni? Bitta uglerod, ikkita 2n, n 2n, 3n bilan plus 2. Ya'ni umumiy atom soni kelib chiqadi. Sizga umumiy atom sonini berib qo'yishim mumkin, va hokazo. Endi hurmatli o'quvchilar, umumiy bog'lar soni bo'lishi mumkin. Umumiy nima? Bog'. Xo'p. Bog' soni. Umumiy bog'lar soni quyidagicha formulani topadi. 3n plus 1. Xo'p, qanday bo'ladi? Qarab turasiz. Demak, umumiy bog' soni 3n plus 1 bilan topiladi. U deyapman, bog' deyapman, umumiy bog'ni tushunib olavering. Misol uchun metan, CH4. Ya'ni metan molekulasi o'zaro 4 ta vodorod atomini ushlagan. Ya'ni bu degan 4 ta sigma bog'i bor degan. Va uglerod soni nechta? Bitta. Umumiy bog' sonini topishimizni qo'yasiz. 3 ko'paygan, endi uni nechta qo'yasiz? 1 deb qo'yasiz. Qo'shilgan necha? 1. Yig'indi ya'ni 3 kara 1. 3, 1 da qo'shsak 4 ta. Umumiy bog' soni to'g'ri kelyaptimi? Ha. 4 ta umumiy bog' bor. Hammasi sigma bog' albatta. Keyingi vakili. Ya'ni kim bu? Kim aytadi? Etan. Etan molekulasi bo'yicha berilgan bo'lsak, 3 ko'paygan, n o'rniga soni nechta uglerod bor? 2 ta uglerod bor, 2 ga ko'taramiz, qo'shamiz 1 ni. 3 kira 2, 6, 1 da qo'shsangiz 7 ta umumiy bog' bor ekan. Haqiqatan ham sanayman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta jami bog' bo'lib chiqyapti. Umumiy bog', jami bog' desiz ham, demak, shuni jami bog' qo'ydik.
jami bog' soni quyidagi formula bilan topiladi. Demak, bu aytganimdek, bu formula yodlab qolish shart emas. O'zingiz keltirib chiqarsangiz ham bo'ladi. Ya'ni ugler sonni nechagadir ko'paytirasiz, nechadir qo'shasiz. Mana shu orqali, ya'ni ikkita maksimal deylik, agar ishonch hosil qilmasangiz, 3 ta formulaga, mana shu formula, umumiy formula to'g'ri keladigan bo'lsa, demak siz uchun umumiy formula kelib chiqqan bo'ladi. Demak, jami bog' soni, demak, molekulyar massasini topish formulasini ko'rib chiqdik. Alkalarning umumiy formulasiga asoslanib va yana masalalarda keladi. Uglerod bilan uglerod orasidagi bog'lar soni. Va bunga qo'shimcha qilib, yaxshilar, uglerod bilan uglerod bog' topish formulasiga yana nima teng? Bu sp3 hamda sp3 atomlar soni ham, ya'ni sp3 gibridlangan atomlar, sp3 gibridlangan atomlar orasidagi bog'lar soni nimaga teng? Uglerod bog'lar soniga teng bo'ladi. Ya'ni bu n-1 formulani topiladi. Qanday? Misol uchun, ikkita uglerod atomi o'rtasida. Bu etan. Uglerod bilan uglerod orasida bog' soni nechta? Bitta. Va nechta uglerod bor? Ikkita. 2 dan 1 ayirsak bitta. Misol uchun 3 ta uglerod bor. 3 ta uglerod orasida nechta uglerod bog'i bor? Uglerod 2 ta. Ya'ni 3 ta uglerod. 3 dan 1 ayiramiz. 2. Kelib chiqyapti. 4 ta bo'lsa va hokazo. 4 ta uglerod orasida nechta bog' bor? 3 ta uglerod bog'i bor. Va mana shu yerda aytsa, sp3 bog'lar soni nechta deydi? Mana yoki sp3 qoplanish lar soni so'ralsa, kimdan? Butanda siz eslaysiz. 4 uglerod bor edi deysiz va undan 1 ayirasiz. Ya'ni struktura chizib yotmaysiz. Ha, misol uchun. Deylik 100 talik vakili. Uglerod soni 100 talikni gektan deb qo'yadi, yaxshilar. 100 talik alkan bo'lsa, gektan deb qo'yadi. Mana shu gektanni tarkibida nechta uglerod sp3 qoplanish bor desa, yaxshilar. Nechta deysiz? 99 ta deysiz. Uglerod sonini 1 ayirib qo'yasiz. Masala tamom. Demak, bu uglerod orasidagi bog'lar soni. Uglerod vodorod orasidagi bog'lar soni qanday topiladi? Ya'ni bunda yana sp3 s qoplanish ham deb qo'yadi. Biz chunki aytdik, mana s orbitallar nimani hisobiga? Vodorod soni hisobiga. sp3 va uglerod. Uglerod bilan vodorod orasidagi bog'lar soni bu vodorod soniga teng. Ya'ni mana shuni qo'shimchani olib tashlasangiz ham bo'lar ekan. Ya'ni demoqchimanki, ya'ni buni o'rniga mana bu yerga yozib qo'ysak bo'lar ekan. Ya'ni mana bu formula orqali muhim formulalarni mana bu yerga yozib ketar ekanman, yaxshilar. Bunday qilsak bizga tushunarliroq bo'lar ekan. Mana buni emas, asosiy formulalarni ajratib ketay. Ha? Bu mr bo'lsa, asosiy formulalarni yozib ketay. Bu yerda molekulyar massa bo'ldi. Molekulyar massani mana bu formula orqali topdik. Umumiy atomlar soni deyapmiz, ya'ni jami atom deb qo'ydik, mayli shuni. Jami atomlar soni J. Jami atomlar soni 3n+2. Jami bog'lar soni esa 3n+1. Uglerod yoki sp3 qoplanishlar soni n-1. Endi mana bu yerda qo'shimcha qilib sizga mana bu formula orqali siz yana nima topib olishingiz mumkin bo'ladi. Nima dedik? sp3 s qoplanishlar sonini ham mana bu formulada topasiz. Jami atomlar soni mana bu formula bilan. Jami bog' soni mana bu formula bilan. Uglerod yoki sp3 qoplanishlar sonini mana bu formula bilan nima qilyapsiz? Topib olyapsiz. Yaxshilar, bu juda ham muhim. Mana bu formulalar sizni ancha masalalaringizni soddalashtiradi. Va xo'p, s orbital sonini ham bilib oldik. Endi sp3 atom soni so'ralsa, ya'ni sp3 gibridlangan atom soni bu uglerod soniga teng. Albatta, har bir uglerod alkanlarda to'yingan bo'lgani uchun 4 ta sigma bog'i olishadi. Har biri sp3 gibridlangan. Bu n uglerod soniga teng. Yo'qida sp3 gibridlangan orbital soni so'rab qolish mumkin. Har bir sp3 da 4 tadan
orbital bo'lganligi uchun yaxshilar bu tor n formulasi bilan topiladi. Ha? Yana berishi mumkin. Yana misol berish mumkin. Quyidagi ma'lumot albatta daftaringizga ko'chirib boryapsiz degan umiddaman, chunki yozmasangiz tushunmaysiz. Va yana muhim ma'lumot siz uchun. Ozgina kichraytirsam. Mayli. Yaxshilar, mana bu yerga yozib ketaveraman. Aytib buyurmaysiz, agar tushunarsiz bo'lsa ayting. Proton soni. Protonlar soni. Ya'ni umumiy proton sonini masalada quyidagicha ko'rinishda berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana bu. Proton soni P. Mana degani jami degani. Jami proton sonini topish uchun umumiy formulaga yuzlanamiz. Uglerodda proton 6 ta. 6 ni n'ga ko'paytiradigan bo'lsak 6n. Endi har bir vodorodda bittadan proton bor. Ya'ni atomlar soniga teng bo'laveradi. 6n ga 2n ni qo'shsak 8n, 8n ga 2 ni qo'shsak 8n plus 2 bu proton topish formulasi. Albatta bu umumiy elektron topish formulasiga ham mos keladi. Chunki biz bilamizki elektron bilan proton soni o'zaro teng bo'ladi, ha? Va neytron topish formulasi esa vodorod atomlarida neytron bo'lmaganligi uchun har bir uglerodda 6 ta neytron bor. Ya'ni uglerod sonini 6 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 6 ko'paygan n. Mana bu formula nimani topib beradi bizga? Umumiy neytron sonini topib beradi. Ya'ni alkanlar tarkibidagi. Mana bu formulalarni ham yozib, imkon bo'lsa yodlab yoki topishda umumiy ma'noda o'zingizda sinab ko'rasizda va shu orqali, ya'ni yodlab qolmasangiz ham formulani o'zingiz keltirib chiqarishda siz o'zingiz ustida ishlab ko'rishingiz kerak bo'ladi. Sababi har bir formula yodlab qolish qiyin masala hisoblanadi. Yodlasangiz lekin qoyil. Xo'p, demak alkanlarda umumiy formulasini ko'rib chiqdik. Endi hurmatli kuzatuvchilar, men alkanlarda nomenklaturasiga, ya'ni nomlanishiga o'tishdan oldin alkanlarda radikal mexanizmini, ya'ni radikal tuzilishini ko'rib chiqishim kerak bo'ladi. Radikal nima o'zi yaxshilar? Radikal degani, agar hozir biz tanlab olgan darslikda radikal haqida ma'lumot bergan bo'lsa ko'rib chiqamiz. Qarang. Parafinlar dedik. Aynan esimizdan chiqarib qo'ygan ma'lumotlarni hozir takrorlab ketamiz. Umumiy formulasi CnH2n + 2. Uglerod soni 1 dan katta yoki 1 ga teng bo'lishi mumkin. Ochiq zanjirli uglevodorodlar. Molekulyar tuzilishiga kelyapmiz. Alkan tarkibida uglerod atomlari o'zaro oddiy bog'lar orqali bog'langan. Valent shtrix va vodorod bilan to'yingan ochiq zanjirli birikmalar, ya'ni uglevodorodlar, ya'ni bu kim? Alkanlar. Ya'ni metanni ko'rinishini yozib qo'yapman. Metan birinchi vakili uglerod 4 ta vodorod bilan 4 valentlik qilyapti. Endi uglerod o'zaro bog'langan va 3 tadan har bir uglerod bog'langan. Jami 6 ta vodoroddan 8 ta uglerodlar, 3 ta uglerod o'zaro bog'lanib 2 ta uglerod bog' hosil qilyapti va har bir uglerod valentlikni to'yintirish uchun vodorodlarni qabul qilyapti. Jami 8 ta vodorodni qabul qilyapti. Ya'ni umumiy formulaga ham CnH2n + 2 ga ham to'g'ri keladi. Fazoviy shakli tetraeder, valent burchagi 10928 va mana bu narsani esdan chiqarib qo'yibmiz. Ya'ni uglerod bilan uglerod orasidagi masofa, ya'ni alkanlarda uglerod ko'rdik-ku. Nechigan? 0.154 nanometr. Angstremdachi. Angstremda qanaqa bo'lardi? 1.54 angstrem bo'ladi. 10 marta kattaroq bo'ladi angstrem. Angstrem o'lchov birligi bor, kimyoda qo'llaniladi, boshqa fizika fanida ham bu o'lchov birligi, uzunlik o'lchov birligi foydalaniladi. Endi gamalagik qatori umumiy formulasi bir xil bo'lgan, bir-biridan bir yoki bir necha. Aynan qanaqa guruh dedik? Bu guruhning nomini bu yerda aytib o'tib ketmabdi. Nima dedik? CH2 guruhda biz metilen guruh dedik. Metilen. Metilen guruhga farq qiladigan qator bu nima deymiz? Gamalagik qator. Biz gamalagik qatorni biroz oldin ko'rib chiqdik siz bilan. Ana endi radikallarga yetib kelibmiz mana. Albatta, radikallar ma'nosi asos, negis degan ma'noni beradigan. Umumiy formulasi CnH2n + 1 bo'lgan alkan molekulasidan bitta, mana yerda bitta degan narsa tushib qolibdi. Bitta atom
vodorod chiqib ketgan birikmalar radikal deyilgan. Misol uchun metan bildik. Bu metan bu to'yinga uglerodning birinchi vakili metan. Agar undan bir dona vodorod chiqarib yuborilsa, nima bo'lar ekan? CH3 bo'lib bo'lar ekan. Albatta vodorod chiqadi CH3 bilan. Va u metanida qanaqa qo'shimcha qo'shilyapti? Il, metil. Ya'ni anni o'rni il bilan almashinyapti. Metan, metil. Endi etan bo'lsa, nima bo'lyapti? C2H6. C2H5 bo'lib qolsa, agar C2H6 bu etanligini bilasiz, bitta vodorod chiqarsa etil bo'lib qolyapti. C3H8 bu propan, bitta vodorod chiqarsa bu propil radikalga aylanyapti. Normal propil deb qo'yapti. Endi izopropil deyapti. Men buni alohida sizga ko'rib chiqamiz, o'rganamiz. Buni yozib beraman sizga, mana qarab turasiz. E'tibor berasiz. Deylik. Metanning bitta radikali bor ekan. Ya'ni metil radikal. Etanning bitta radikali bor. Bu ham etil. Lekin propanda nimaga 3 ta radikal, ya'ni 2 ta radikali bo'lyapti, ya'ni propil hamda izopropil. Ya'ni biz propilni ko'rinishini bilamiz. Yani birinchi ko'rinishi, ya'ni propanni ko'rinishiga e'tibor beramiz. Mana buni propan deyapmiz. Bilamiz? Mana bu yerda vodorod atomlari qurshovida turadi bu uglerodlar. Turvalentli bo'lishi uchun. Endi biz radikalda aytdik, radikal CnH2+2 alkan bo'lsa, CnH2+1, ya'ni bitta vodorod chiqib ketgani kerak. Radikal bo'lishi uchun bu bitta vodorod chiqarib yuborgani yo'q. Endi men buni vodorodlarsiz yozib turib, chiqib ketgan vodorodni chiziqcha bilan ifodalaydigan bo'lsam, ya'ni uglerod atomlari mana. Ya'ni vodorod atomi chiqib ketyapti, qarab turasiz. Vodorod atomi dedik, mana bu yerdan chiqib ketdi. Agar ko'rinmayotgan bo'lsa, sariqqa o'zgartiramiz. Yo'q, sariq undan ham yomonroq. Qora yoki qizil, ko'k. Ko'k yaxshiroq ekan, Yoshlar, va chiqib ketgan vodorod mana bu yerga belgilaymiz. Mana. Bu ya'ni propanni birinchi radikali hisoblanadi. Ya'ni ko'rinishini yana ham sizga tushunarliroq, esda qolarliroq bo'lishi uchun bunda 3 ta vodorod bor. Bundachi, albatta bilib turibsiz, 2 ta vodorod bor. Bunda 3 ta edi, lekin nechta qoldi? Chunki bitta vodorod mahv ketdi, chiqib ketdi. Mana bu radikalning nomini hamma yodlashi shart. Mana shu videoni kuzatib borgan har bir o'quvchi mana bu radikalni bilishi shart. Ya'ni umumiy holatda tarkib jihatdan shunaqa bo'ladi. Bularni keyin vodorodsiz ko'rinishini yozsam ham bilasiz, bilib turishingiz kerak mana. 3 ta uglerodda birinchisidan vodorod chiqib ketgan holati, demak, bu radikalning nomi propil ekan. Propil radikal. Bu propanni birinchi radikal. Mana qarang, nima yerdan chiqib ketgan vodorod. Propil deyapti, normal propil deyapti. Ikkinchi radikali esa, e'tibor bering. Mana bu yerdan vodorod chiqib ketsa ham, baribir bundan chiqib ketdi nima? Bundan chiqib ketdi. Ikkovi ham bir xil tomondan, ya'ni bir xil chekkadan chiqib ketdi-da. Ya'ni eng chekkadan chiqib ketgani bilan bu yerdan chiqib ketgani ikkovi bir xil. Shuning uchun bu ikkinchi radikal deb ola olmayman. Va bunga o'xshamagan holatda vodorod chiqib ketgan holat mana bu yerdan. Ya'ni o'rtadan vodorod chiqib ketgani uchun, ya'ni ikkita qurshovdagi, uglerodlar qurshovidagi o'rtadagi ikkilamchi ugleroddan vodorod chiqib ketgani uchun bu radikalning nomini biz izopropil radikal deymiz ekan. Izopropil radikal. Demak, siz buni bilishingiz shart. Izopropil radikal. Keyingi butanga e'tibor bering. Butanda 4 ta yu vodorod 10 ta. Va C4H9 bo'lsa, butil bo'ladi. Normal butilning ko'rinishi quyidagicha. Ya'ni 4 ta uglerod eng chekkadan vodorod chiqib ketsa ham, men misol uchun birinchisini aytib o'tyapman sizga. Ya'ni 4 ta uglerodki, birinchisidan vodorod atomi chiqib ketyapti. Mana bu yerdan vodorod chiqib ketadigan bo'lsa, bu nima bo'lar ekan? Butil bo'lar ekan, yaxshilar. Ikkilamchi butil bo'lishi uchun, ya'ni ikkilamchi ugleroddan vodorod chiqib ketishi kerak. Ya'ni mana 4 ta uglerod
agar aytganimdek, agar bunda birinchi ugleroddan vodorod chiqib ketgan taqdirda ham xuddi bunga o'xshab birlamchi bo'ladi. Ikkilamchi uglерод deyapti, mana bundan vodorod chiqib ketadigan bo'lsa yoki istasa bundan. Chunki ikkovi ham bir xil pozitsiyada turibdi-da. Ya'ni mana bu uglerod yonida bu uglerod, ya'ni ikkita uglerodning o'rtasida turgani uchun buni ikkilamchi uglerod deb atayapmiz. Mana bu uglerod ham o'zidan tashqari ikkita uglerodni bog'lab turgani uchun bu ikkilamchi. Agar 3 ta uglerodni bog'lab turgan o'rtada uglerod bo'lganda 3lamchi uglerod bo'ladi. Agar 4 ta uglerodni ishlab turganda bu 4lamchi uglerod bo'ladi. Ularni alohida to'xtalamiz. Hozir faqat bizga nima kerak? Radikal kerak bo'lgani uchun birinchi ugleroddan chiqib ketsa, demak, bu yaxshilar butil. Ikkinchi va mana bu ugleroddan chiqib ketsa ham bu ikkovi ham, ya'ni ikkinchi radikal sifatida olinadi. Ya'ni bu ikkilamchi butil radikal ekan. Yaxshilar, ikkilamchi butil radikal. Xo'p, endi uchlamchi butil radikal bo'lgani uchun hozir aytdik, mana bu birinchisi, bu ikkinchisi, ikkilamchisi, uchlamchisiga qarab turasiz. Ya'ni butanni radikali, butilni radikallarini soni birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. Uchinchisiga qarab turasiz. Quyidagicha. Ya'ni buni izomeri hisoblanadi, ya'ni bunga alohida to'xtalamiz yana. Mana bu uglerod nechlamchi uglerod bo'ladi? Bu nechlamchi bo'ldi? Ikkilamchi bo'ldi. Ego tomondan turgan. Bu nechlamchi uglerod? Uchlamchi uglerod. Mana shundan vodorod chiqib ketadigan bo'lsa, hurmatli kuzatuvchilar, bu nechlamchi uglerod bo'lar ekan? Uchlamchi uglerod bo'lar ekan va uchlamchi butil radikal bo'lar ekan. Uchlamchi ugleroddan vodorod chiqib ketgan uchun bu qanaqa radikal? Uchlamchi butil radikal. Buni nomi ham o'zi aytib ketgan. Va bu sizda bor, bu kitob bor sizda. Endi bekor o'chirdim, mayli. Endi izobutil qanaqa bo'ladi? Izobutil ham mana bunga o'xshagan holat turadi. Agar mana bundan chiqsa nima bo'ladi dedik? Bundan chiqsa uchlamchi butil bo'ladi. Xo'p, agarda mabodo mana bu chekkadagi uglerodlardan vodorod chiqqudek bo'lsa, bundan chiqsa, xohlasa bundan chiqsin. Xohlasa bundan chiqsin. Hammasi bu 4-radikal sifatida. Bu ham 4-chi, bu ham 4-chi. Nomi e'tibor bering. Bu ikkilamchi butil bo'ldi. Ikkilamchi butil. Bu esa o'z-o'zidan birlamchi butil. O'z-o'zidan bu demak izobutil ekan yoshlar. Izobutil. Il deyaptimi? Bu radikal nazarda tutilyapti. Izobutil. Endi uchlamchi butilda men sizlarga yozib qo'yaman, mayli. Uchlamchi butil quyidagicha, ya'ni eslatib qo'yapman. Uchlamchi butil quyidagicha. Mana bu yerdan hozir chiqayotgan holatni. Uchlamchi butil. Bularni ko'p emas, qarang. Mana bularni yodlab qo'yishimiz kerak. Demak, propilda 2 ta radikal bor ekan, butilda 4 ta radikal bor ekan. Bular qanday holatda vodorod chiqarib olganini siz albatta bilib turishingiz kerak, yodlab turishingiz kerak. Endi 5 ta uglerod saqlagan pentilda, e'tibor bering, radikali pentilda, misol uchun pentanni pentil deb turib vodorod chiqarib olgandan keyin pentil yoki boshqacha qilib amil radikal ham deyish mumkin ekan. Yokida dekanda biz dekil deyishimiz kerak-ku. Lekin misol uchun agar qo'shimcha qo'shilayotganda harf tushib qolish hodisasi ingliz tilida ham bor. Ya'ni grekda ham, ya'ni dekanga, ya'ni dekan yoziladi endi ularda tilida. Dekanga anda olib tashlab turib il qo'shimchasini qo'shganda, aytadi dekan edi, C harfini deyapti. Il qo'shimcha qo'shilayotganda, buni il qo'shimcha qo'shilayotganda paytda buni S ilga o'zgarib qoladi. S ga desil bo'lib qolar ekan. Desil radikalga, ya'ni nomiga almashadi. Dekanni demak radikali quyidagicha bo'ladi. Va bularni albatta yozib ketyapsizlar. Yozib oling, siz uchun foydali bo'ladi. Va mana shu nimaga ikkilamchi dedik, nimaga uchlamchi dedik, mana shularga mana isbot, dalil mana chiroyli qilib ko'rsatib qo'yilgan.
birinchi, ikkinchi, uchinchi, ya'ni birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi uglerodlarni topish qanday bo'ladi? Birlamchi uglerod qanday topiladi? Birlamchi uglerod bitta uglerodga bog'langan uglerod birlamchi uglerod. Ya'ni mana birlamchi uglerodni nima bilan belgilayapti? E'tibor bering. Yumaloq shaklda. Bu ham birlamchi uglerod, bu ham birlamchi uglerod, bu ham birlamchi uglerod, bu ham birlamchi uglerod. Chunki mana birlamchi uglerod soni nechta deyapti? 6 ta ekan. Ikkilamchi uglerod soni nechta ekan? 2 ta ekan. Mana qarang, o'zi ikkilamchi. Men buni bu yerda agar tushunarsiz holatda turgan bo'lsa, men buni alohida yozib sizga ko'rsatib berishim mumkin. Qarab turing. Mana bu yerda birlamchi uglerodlar qaysilar deb adashayotgan bo'lsangiz, birlamchi uglerodlar eng chekkadagi, eng tashqaridagi uglerodlar birlamchi bo'ladi. Demak, hozirgi birikmamizda 3 ta birlamchi uglerod bor ekan. Ikkilamchi uglerodlar qaysilar? Ikkilamchi uglerodlar quyidagi. Dedik, mana bu bitta. Demak, bitta ikkilamchi uglerod bor ekan. Uchlamchi uglerodchi. Uchlamchi uglerod mana. O'zidan tashqari 3 ta uglerodni turgan uglerod bu uchlamchi uglerod bo'ladi. Domla to'rtamchi uglerodchi deb savol bersangiz, men aytaman. To'rtamchi uglerod quyidagicha. To'rtamchi uglerod o'zidan tashqari nechta uglerod bog'lab turish kerak? Bu 4 ta uglerodni tutib turish kerak. Ana shu to'rtamchi uglerod bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, bemalol so'rashingiz mumkin bo'ladi. Ertaga jonli efir bo'ladi inshaalloh. Kuzatib boring. Mana to'xtalamiz. Bu albatta masalalarda ham keladi hali, xudo xohlasa. Alkanlarning nomenklaturasiga ham va nihoyat keldik. Nomenklaturasi 3 xil bo'ladi. Ya'ni bitta alkanni 3 xil nom bilan atash mumkin demoqchi. Tarixiy nomenklatura nomi, ratsional nom va sistematik IUPAC, misol uchun xalqaro nomenklatura, Jeneva nomenklatura. Hozir oxirida sanagan 3 ta nomenklatura. Sistematik, IUPAC, Jeneva, xalqaro nomenklaturalar umumiy bitta nomenklatura sifatida mukammalroq nomenklatura hisoblanadi. Va tarixiy va ratsional nomenklaturaning umri qisqa. Va nima uchun bunaqa demoqchi deyotganimni hozir mana kuzatib tursangiz guvohi bo'lasiz. Demak, alkanlar nomenklaturasining nomlanishi. Nomenklatura 3 ga bo'linadi. Tarixiy nomenklatura, trivial, ya'ni tarixiy nomenklaturani boshqacha qilib nima derkan? Trivial nomenklatura ham derkan. Yana ham boshqacha nomlari borki, tarixiy, trivial, yana bitta nomi. Tasodifiy nomenklatura va undan tashqari, tasodifiy nomenklatura tashqari, yaxshilar, empirik nomenklatura ham, demak, tarixiy, trivial, tasodifiy, empirik nomenklatura ham mana bu tarixiy nomenklaturani, demak, sheriklari deb bo'lmaydi, ya'ni boshqacha laqablari desak mayli, to'g'ri bo'ladi. Ya'ni bunga ko'ra moddalar qaysi moddalardan olingan bo'lsa yoki shu modda nomi bilan yoki shu moddani sintez qilgan olim nomi bilan nomlanadi. Chumoli kislota, olma kislota deyapti misol uchun. Yoki tasodifiyni bekorga qo'shmadim. Bizda alkanlarda aynan CH4, metan, C2H6. Nima qilaylik? Metan. Etan. C2H6. yoki C3H8. Nima dedik? Propan dedik. To'g'rimi? Propan. Yoki C4H10. Nima dedik buni? Butan. Aynan bu moddalar aynan tarixiy nomenklaturaga asoslanib nomlanadi. Tasodifiy nomlangan. Bundan keyingi vakillari ma'lum bir qoidaga asoslangan uchun unday emas. Xo'p. Va bundan keyin davom etamiz. Misollar ko'p. Chumoli kislota deyapmiz, olma kislota deyapmiz. Formiat kislota deydi, misol uchun. Asetilin, misol uchun, allen va hokazo misollarimiz ko'p. Ya'ni keyingi darslarimizda aynan tarixiy nomenklaturaga yana qaytamiz, xudo xolasa. Xo'p, yaxshi. Ratsional nomenklaturaga asoslanadigan bo'lsak, u ham unaqa u darajada murakkab emas. Dastlabki organik moddalarni nomlash uchun
ma'lum bir tizim yaratilgan paytda ratsional nomenklatura ham qo'llanilgan va bu masalalarimizga kelish ehtimolligi ham bor. Demak, ratsional nomenklatura ratio, aql, idrok, fikr ma'noni anglatadi. Bunga ko'ra har bir modda bitta moddadan paydo bo'lgan deb qaraladi. Va ya'ni eng dastlabki vakilini topishdi-yu olimlar, masalan, metanni topishdi. Ya'ni qolgan moddalar go'yoki ana shu metanning hosilalari, ya'ni metandan hosil bo'lgan degan tushuncha bo'lgan o'sha paytdagi olimlarda. Ya'ni misol uchun metan. Ya'ni birinchi vakili kim ekan? Metan ekan. E'tibor berib turasiz. Birinchi vakili metan ekan. Demak, birinchi vakili metan. Va undan keyingi vakilini o'z-o'zidan ketma-ket ravishda etan yoki propan, buni agar o'zimiz nomlayotgan bo'lsak. Lekin buni aynan ratsional nomlamoqchi bo'lsangiz, metandan hosil bo'lgan deyishimiz kerak-ku. Endi mana bu metandan bitta vodorod chiqib ketgandan keyin qolgan qoldiq nima deymiz? Metil deymiz. Mana bu metil radikal. Endi u metandan hosil bo'lgan. Mana bu metilni biz metan hosilasi sifatida, ya'ni metan deb olib turib, she'riga qanaqa radikal? Metil radikal. Shuning uchun metil metan deb qo'yapti. E'tibor bering. Metil metan. Oxiri metan deb tugash kerak. Metandan hosil bo'lgan demoqchimiz-da. Ya'ni o'rtadagi, ya'ni bu nomenklaturani nomlashni mohiyati qayerda? Metanni hosilasi deb qarash kerak. Aynan qaysi uglerodda? Eng ichkaridagi ko'proq tarmoqlangan, ko'proq bog' hosil qilgan uglerodni asosiy asos sifatida tanlab olishimiz kerak. Misol uchun buni tanlab olamizmi? Yo'q. Buni tanlab olamiz. Yo'q. Mana bu uglerod ko'proq uglerod bilan bog'langanda, ichkaridagi deb aytyapmiz-ku. Mana bu uglerodni metan deb olish kerak. Atrofida nechta metil bor? 2 ta metil bor. Ana shu ikkov metilni, aytayotganimizda metil metan deb qo'ymaymiz uni. Boshqacharoq nomlashimiz kerak-ku. 2 ta metilni o'rtasida metan bor deyish uchun grekchada 2 necha deydi? D deydi. Ya'ni 2 ta metil deyish uchun dimetil. Dimetil metan. Ya'ni bu ratsional nomenklatura edi. Yoki mana shu misol uchun eng ichkaridagi ko'proq tarmoqlangan uglerodni ajratib oldik. Atrofida nechta metil radikal bor ekan? 3 ta metil radikal bor ekan. Ya'ni 3 ta metilni biz aytishimiz uchun yaxshilar, nima deymiz? Trimetil deymiz. Ya'ni tri grekchasiga 3 degani-ku. 3 ta metili bo'lgan metan demoqchi-da. Yoki mana bu uglerod. 4 ta metil radikal ushlayapti. Misol uchun o'zidan tashqari 4 ta metil radikal bor. Buni tetrayu grekchasiga tetrametil metan. Bu qanaqa nomenklatura? Ratsional nomenklatura. E'tiborli bo'ling. Yokida mana bu moddani tarixiy nomi bor ekan, neopentan deb bergan. O'rni kelgani uchun aytib o'tibdilar. Yana sizga mustahkamlash uchun misol yozishimiz mumkin. Ya'ni buni qanday nomlashimiz mumkin? Bulardan ko'ra murakkabroq. U ham qiyin emas, qarab turasiz. Ya'niki eng ichkaridagi uglerodni ajratib oling. Eng ichkaridagi uglerod qaysi? Albatta mana bu uglerod. Va undan tashqarida qanaqa radikallar borligini ajratib olish kerak. Ikkita uglerod, dan bitta radikal vodorod chiqib ketgan bo'lsa, bu qanaqa radikaldir? Kim esida? Kim esida bizga etil edi, to'g'ri aytyapsiz. Bu ham etil. Bu uglerodchi metil. Mana bu uglerodchi metil. Ya'ni ikkita metili bor, ikkita etili bor. Va bu nomenklaturada radikallar soni oshib ketadigan bo'lsa, kichigidan boshlab kattasiga qarab nomlash kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Ikkita metili bormi? CH3 ga bular. CH3. Ikkita metil bor. Dimetil deysiz. Dimetil deb turasiz. Shoshilmaysiz metanni ishga. Siz ikkita etil demaysiz kerak buni. CH2, CH3. CH3, CH2. Bu qanaqa radikal? Etil radikal. Dimetil, dietil va so'nggi nima deymiz? Metan. Yaxshi. Buni ham yonlab qo'yamiz. Qiyin emas. Tushunmasangiz aytganimdek, guruhlarda, darslarda ishtirok eting. Tushunmagan ma'lumotlaringiz bo'lsa, albatta qo'ldan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Lekin tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Sistematik, ya'ni xalqaro nomenklatura va muhim bo'lgan va bundan keyingi mavzularda aynan mana shu nomenklatura bo'yicha nomlashimiz
nomlaymiz. Ana shuning uchun mana bu nomenklaturaga yana ham diqqatingizni oshirishingizni so'rab qolaman. Sistematik nomenklatura. Ya'ni bu xalqaro, ya'ni UPAC nomenklatura. Ha? Yana boshqacha qilib aytdik, Jeneva nomenklatura. Xalqaro kimyogarlar kongressida aniqlanganligi uchun quyidagi qoidalarga asoslangan bo'ladi. Birinchi qoida. Birinchi nima qilish kerak ekan? Eng uzun zanjirda ajratib olishingiz kerak ekan. Keyinchi, agar uzun zanjir bir necha bo'lsa, ya'ni uzun zanjir bir necha bo'lsa, unda radikal, ya'ni ko'proq radikal saqlagan zanjir asosiy zanjir bo'lar ekan. Uzun zanjir radikali yaqin tomondan raqamlanadi. Ya'ni birinchi, demak, birinchisini siz bunday ataysiz bo'laveradi, qarang. Birinchi nima qilasiz? Uzun zanjir tanlaysiz. Birinchisi uzun zanjir ajratib olinadi. Zanjir ajratib olinadi. Ha? Ya'ni uzun zanjir tanlash qoidasi. Ikkinchisi-chi, uzun zanjirni radikal yaqin tomondan raqamlash. Ikkinchi qoida, yaxshilar, raqamlash. Uchinchi qoida esa o'z-o'zidan nomlash bo'ladi. Sizni oldingizda 3 ta ish turadi. Birinchi uzun zanjir aytasiz, raqamlaysiz va nomlaysiz. Ha? Va bu eng mukammal nomenklatura bo'ladi. E'tibor bering. Mana qarab turing. Bularni biz o'zimiz qo'llab ko'rmasak tushunmaymiz. Ana shuning uchun e'tiborli bo'lib turing. Qarab turing. 3 ta misol yozamiz siz bilan birga. Birinchisi ketishi mumkin quyidagi ko'rinishda, yaxshilar. Ha? E'tibor bering, birinchi modda. Mana bu yerda birinchi ish eng uzun zanjirni tanlash ekan. Chunki biz qoidada hozirroqda ko'rdik sizlar bilan. Xo'p, ya'ni nima dedik? Sistematik nomenklatura birinchisi eng uzun zanjirni tanlab olish qoidasini hozir biz birga qo'llab ko'ramiz. Ya'ni qarasak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Ya'ni asosiy to'g'ri zanjirda 5 ta uglerod bor ekan. Agar endi pastkalaymiz. 1, 2, 3, 4, 5 ta uglerod bor ekan. Ya'ni asosiy to'g'ri zanjirda ham 5 ta, agar pastga tarmoqlangan bo'lsa ham 5 ta uglerod bor ekan. Bu ikkita zanjir bo'lib qoldi. Bizga faqat bitta uzun zanjir kerak. Ana shunda ikkinchi qoidani eslaymiz. Demak, agar uzun zanjirlar soni bir necha bo'lsa, ko'proq tarmoqlangan asosiy zanjir tanlab olinadi. Ya'ni e'tibor bersangiz, to'g'riga qarab ketadigan bo'lsangiz, ya'ni 1, 2 da bitta metil radikal tarmoqlanyapti. Qarang, bu har bir uglerod, chekada uglerodlar, vodorodlar soni 3 tadan bo'ladi-ku. Buni ko'rib chiqdik-ku. Va mana bu uglerodda ham metil radikal bo'lyapti. Agar pastga qarab tushadigan bo'lsa, to'g'riga qarab ketadigan bo'lsangiz, bularda boshqa tarmoqlanish yo'q. Yoki sizga ham eslab qolish uchun, osonroq bo'lish uchun asosiy zanjir sifatida og'irroq zanjir asosiy zanjir bo'ladi. Agar to'g'riga qarab ketadigan bo'lsangiz, misol uchun, radikallar soni kamayib ketyapti. Radikal soni bu yerda tarmoqlanish yo'q. Agar pastga qarab tushadigan bo'lsangiz, mana bu zanjir og'irroq. Ya'ni zanjirda, ya'ni to'g'ri zanjirda ham mana bu radikal bor. Bu ham og'irlikni ta'minlasa kerak deb o'ylaydi ko'pchilik. Yo'q, asosiy zanjirda tarmoqlanish bo'yicha og'irroq. Mana bu zanjirda ushlab turadigan bo'lsangiz, buni nazarda tutmaysiz, misol uchun. Bu zanjirda yana ikkita ortiqcha radikal bor. To'g'ri zanjirda faqat bitta ortiqcha radikal bor xolos. Ana shuning uchun asosiy zanjir sifatida mana bu zanjirni nima qilamiz? Tanlab olamiz. Demak, bitta holat bunisi. Ikkinchisi nima bo'lishi mumkin? Bu bitta modda. Asosiy zanjir sifatida qaysini olamiz? Albatta, to'g'ri zanjirni olib qo'yasiz. Asosiy zanjir to'g'ri.
tepaga chiqsangiz ham bari bitta. Qarang, 1 2 3 4 5 ta qadam. 1 2 3 4 5 ta qadam. To'g'risi siz uchun eng qulay yo'l. Keyingi misol uchun. Uchinchisi. Bu ham albatta to'g'ri zanjir. Va to'rtinchisi. Shu mana shuga to'rtinchisini sig'dirib olsak bo'ladi. Va 5-misolni ham ko'rib qo'yamiz, yaxshilab. Albatta siz sezib turibsiz, asosiy zanjir eng uzun zanjir bo'ladi. Endi, hurmatli o'quvchilar, ya'ni demak, uzun zanjir tanlashda ikki bosqichni ham ko'rdik. Eng uzun zanjir topdik. Zanjirlar soni ko'p bo'lsa nima qilar ekanmiz? Bir necha bo'lsa, ko'proq radikal saqlagan zanjir asosiy zanjir hisoblanadi. Endi ikkinchi qoida nima edi? Raqamlashdi. Uzun zanjirni radikal yaqin tomondan raqam deymiz. Bu birinchi qoida. Agar bu qoidani cheklagan qoidalar paydo bo'ladi-da, ikkinchi qoida. Uzun zanjir radikal ko'p bo'lsa, radikal ko'p tarmoqlangan tomonidan raqamlanadi. Uzun zanjir radikal kichik tomonidan raqamlanadi. Agar modda tarkibida galogen bo'lsa, galogen yaqin tomondan raqamlanadi, deyapti. Demak, mana bu misolga bitta galogenli misol qo'shib qo'ysak ham yaxshi bo'lar ekan. Mana qarang. Ya'ni 6-misol qilib turib, qarang. Delik xlor. Delik bu yoqda ikkita metil bo'lgan taqdirda ham galogen yaqin tomondan raqamlanadi. Aynan mana shu zanjir bo'yicha ketaveramiz. Mana bu galogenga tarmoqlamaymiz. Galogen zanjiriga, galogenga qarab turib asosiy zanjir uzaytirmaymiz. Chunki nomlash bu alkanlarni nomlash. Bizda uglerodlar asosiy zanjirda bo'lishi shart. Va oxirgi qoida bo'yicha galogen yaqin tomondan nomlash. Yoki mana shu yerda sizga bitta qisqaroq qoida, 3 ta qoidani qisqartirib qarab turing. Birinchisi, eng uzun zanjir ko'proq tarmoqlangan, ko'p tarmoqlangan eng uzun zanjir topilsin. Ikkinchi qoida, soddalashtiraman yana. Ikkinchi qoidani. Xo'p, birinchi o'ringa nima chiqadi? A. Galogen yaqin, ya'ni xo'p, eng ko'p tarmoqlangan yoki birinchi o'rinda galogen asosi. Galogen yaqin. Birinchi o'ringa shunga qarash kerak. Bu raqamlash qoidasi. Bu zanjir topish bo'lsa, bu ikkinchisi raqamlash. B'si eng ko'p tarmoqlangan, yoki asosiy zanjirda ko'p tarmoqlangan. Ya'ni radikal yaqin dedik. Radikal yaqin ko'p. Radikal yaqin ko'p va kichik. Ya'ni kichik radikal ko'p va yaqin bo'lishi kerak. Tomondan nima bo'ladi? Raqamlanadi. Ikkinchisi nima edi? Raqamlash edi. Birinchisi nima edi? Uzun zanjir edi. Uzun zanjir. Boshda aytdim. Uchinchisi nima edi? Nomlash edi. Nomlash. Nomlashni nima qilamiz? Nomlashda birinchi qoidada radikal kichik yoki radikal kichik demaylik.
nomi yoki soni. Kichik radikal soni ya'ni bo'lishi mumkin d 3 nechta degan? 3 degan. Tetra birinchi o'rinda nima ekan? Son ekan. Ikkinchisi nomi, uchinchisi asosiy zanjir nomi. Asosiy zanjir nomi. Mana qarab turing, shu narsalarni qo'llaymiz. Birinchisi eng uzun zanjirni topib bo'ldik. Birinchi qoidadan ketdi. Eng ko'p tarmoqlangan asosiy zanjir mana shu. Ikkinchisi galogen, raqamlashda galogen yaqin tomonda raqam berganmiz. Misol uchun birinchi uglerod mana bu uglerod bo'ladi, yoshlar. Ikkinchi uglerod mana bu uglerod. Uchinchi uglerod mana bu uglerod. To'rtinchi uglerod esa mana bu uglerod bo'ladi. Mana raqamlab ham oldik. Ya'ni galogen yaqin tomondan degancha mana galogen yaqin tomondan. Agar ikkinchidan keyin galogen kelyapti, agar o'ng tomondan raqamlashni boshlaganimda edi, uchinchidan keyin galogen kelardi-da. Galagenda uni raqamlab bo'ldik. Mana raqamlash qoidasi tugadi. Bir qancha ma'lumot yozdik-ku, mana ikkita bilan ikkita bosqichda o'tib bo'ldik buni. Uchinchisi nomlash. Soni ko'rsatiladi deyapti. Birinchi albatta xlor asosiy mehmon bo'lganligi uchun bu alkanlarga mehmon kim axir? Alkanlar kim? Uglerod vodoroddan topgan. Demak, unga kelayotgan mehmon u begona atom. Ya'ni bu xlor bo'lgani uchun xlorga yo'l berishadi. Qarab turasizlar. Ya'ni qarang. Ikkinchi, ya'ni raqam soni. Ya'ni soni bitta xolos. Shu mono deyish shart emas. 2 xlor ketdi. Agar radikal bo'lsa, qarang. Radikallar soni nechta? Sonidan keyin o'rni ko'rsatilishi kerak degan joy qo'yib ketdi. Mana bu yerda sonidan keyin mayda nima bor ekan? O'rni degan bitta katak bor, yoshlar. Sig'may qoldi, lekin hozir masala orqali tushuntirib ketaman. Ikkinchisida 2 xlor deyapmiz. Soni nechta metil radikal bor ekan? 2 ta metil radikal bor ekan. Ya'ni asosiy zanjirda 2 ta metil radikali bor. 2 ta bo'lgani uchun D nomi metil. Aytda o'rnini shunday mana pastga olaylik-da. O'rnini pastga olamiz. Ya'ni nomidan keyin olamiz mana bu qismga. O'rni kirib keladi. Ya'ni D 2 ta metil bor. Endi o'rni qaysi uglerod? Asosiy zanjirga qaysi uglerodga bog'langan? Dimetil 3 dimetil. Ya'ni uchinchi, birinchi o'rni ko'rsatilgan. 3 dimetil 3 dimetil. Endi nima bo'lyapti? Asosiy zanjirdagi uglerod soni. Asosiy zanjirdagi uglerod bor, 4 ta uglerod bor. Butan. Demak, quyidagi moddaning nomiga qarab turing. Darajada qiyin emas. Agar siz qiyin-ku, bu ma'lumot ko'p degan narsa bo'ladigan bo'lsa, hozir keyingilarda hozir takrorlash natijasida bu osonlashadi, ko'rasiz, qarab turasiz. Ikkinchisida xlori bor, uchinchisida 2 ta metili bor. Prosta shunga umumiy ta'rif berilyapti, xolos, qarab turing. Faqat siz radikallarni bilishingiz kerak, Grecher nom raqamlash bilishingiz kerak. Ikkinchisida xlor bor, uchinchisida D, ya'ni 2 ta metili bo'lgan va qaysi asosiy zanjirni tashkil topgan? Butanni tashkil topgan ekan. Keyingisiga o'tib turamiz, qarab turing. Mana misol uchun bu. Qoida asosiy zanjir tanlanadi. Radikal yaqin tomonda raqamlanadi. Qarasangiz 1, 2, 3-da etil radikal turibdi. Agar o'ng tomondan keladigan bo'lsangiz 1, 2, 3-da metil radikal turibdi. Endi radikallar mavqei og'irligi teng bo'lib qolsa, etil radikal osilib turibdi bu yerda. Bu yerda metil radikal osilib turibdi. Radikal kichik bo'lgan tomondan raqamlaysiz. Ya'ni o'ng tomondan raqamlaysiz. Birinchi uglerod, ikkinchi uglerod, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi, oltinchi uglerod atomlar. Mana raqamlab ham oldik. Nomlash qoidasi. Radikal kichik, radikal kichigidan boshlab turib, avval soni ko'rsatiladi. Uchinchisida qanaqa radikal turibdi?
metil radikali turibdi. Bu qanaqa radikal ekan? Metil ekan. 3 metil. Endi 4-uglerodda qanaqa radikal turibdi? CH2 CH3. Bu qanaqa radikal edi? Etil edi-yu, a? Etil radikal edi. Demak, 4-sida etil radikal ostida turibdi. 4-sida etili bo'lgan asosiy zanjirda nechta uglерод turibdi? 6 uglерод. 6 ta ugleroddan iborat alkanda biz nima deb atardik? Albatta geksan derdik. Ya'ni 3 metil 4 etil geksan asosiy zanjir orqali aytiladi. Demak, mana shu ko'rinishga umumiy ma'noda ta'rif bersak bo'ladi ekan. Ya'ni geksanda nechinchi uglerodlarda qanaqa radikal borligi haqida ma'lumot beryapmiz. 3-sida metil bor, 4-sida etil bor. Bu geksan desiz, bo'ldi. Bu qanaqa nomenklatura bo'ladi? Sistematik nomenklatura bo'ladi. Ana endi mana bu yerda birinchi buni ko'rib chiqamiz. Asosiy zanjir mana. Radikal yaqin tomondan raqamlash kerak. Agar o'ngdan kelsangiz 3-da metil radikali turibdi. Taniyapsiz buni? Agar chapdan kelsangiz 2-da, demak, raqamlash radikal yaqin tomondan keladi. Demak, bu butan. Asosiy zanjir 4 uglerod bo'lgani uchun. Butanda nechinchisida metil turibdi? 3-sida. Demak, 3-sida metil bor. 3 metil. Bo'ldi, boshqa radikal yo'q. Demak, 3 metil butan. Oson. Albatta qiyin emas. Qarab turing. Endi bunisiga qarang. Asosiy zanjir tanlanadi. Mana asosiy zanjir. Buni o'zi ko'rib turib aynasangiz bo'ladi. 2-sida bitta metil turibdi. Misol uchun, agar bu tomondan ketadigan bo'lsangiz, o'ng tomondan kelib turib 2-uglerodingizda nechta metil turibdi? Albatta ko'proq tarmoqlangan radikal ustunlik qiladi raqamlash uchun. 1 2-uglerod, 3-uglerod, 4-uglerod bo'ladi-da, butan bo'ladi bu. 4 ta uglerod saqlangan butanda qanday radikallar bor? Albatta ko'proq tarmoqlangan tomondan, ya'ni boshidan, bir rivojdan ketish kerak albatta. Bir rivojdan ketasiz. Va sonini ko'rsatganingizda, agar bitta uglerodda 2 ta metil radikali joylashgan bo'lsangiz, takrorlash kuzatiladi. Ya'ni 2 deysiz. Chunki 2da 2 ta metil borligini aytmoqsizda. Keyin 3-sida ham metil bor. Qarang, bu ham metil, bu ham metil, bu ham metil. Uchovi ham. 2 2 3. Ya'ni 3 ta metil bo'lgani uchun endi soni ko'rsatiladi. Ya'ni o'rni ko'rsatilib oldi hozir birinchi. Soni 3 ta metil radikal 3 deymiz. 2 2 3 3 metil va asosiy uglerod zanjiri butan. Yaxshi. Xo'p, davom etamiz. O'ng tomon, chap tomon. Qaysi tomondan raqamlaymiz? Savol sizga. To'g'ri aytyapsiz. Chap tomondan. Nimaga? Ikkinchida 2 ta metil bor. To'g'ri, o'ng tomonda ham ikkinchida radikal bor. Lekin bu yoqdan kelsangiz bitta radikal bor-da. Bu yoqdan kelsangiz 2 ta radikal bor. Raqamlab olasiz. 1 2 3 4 5-uglerodlar. 5 ta uglerod bu pentanida eslang. Va pentanni 2 2 va 3-da jami nechta radikal bor? 3. 3 ta radikal bor. Va u qanaqa radikal? Nomi metil. Va bu qaysi asosiy zanjir? Pentan. Yaxshi. Mana bunga to'xtalamiz endi, qarab turing. Asosiy zanjirni tanlab oldik. Chap tomondan tushsak, ikkinchida metil radikali bor. Pastdan chiqqan taqdirimizda ham ikkinchida metil radikali bor. Agar bularni, ya'ni taqqoslamayotgan bo'lsak, endi 3-siga o'tamiz. 3-uglerodga qarang. 3-uglerodda etil radikali borki, ya'ni bu CH2 CH2 CH3. Mana bu etil radikali. Xo'sh, chapdan, tepadan tushsangiz ham 3-da turibdi, pastdan chiqsangiz ham 3-da turibdi. Demak, bunga nima ekan? Farqi yo'q ekan. Istasangiz tepadan, istasangiz pastdan tushing. 1-uglerod, 2-uglerod, 3-chi, 4-chi, 5-chi. Tepadan tushishni ma'qul deb bildik. Endi bir rivojdan, radikallarda kichigidan, avval o'rni ko'rsatiladi. Demak, birinchi o'rni, hurmatli o'quvchilar, keyin soni, nomi asosiy zanjir.
Ketdi. O'rni ko'rsatiladi. Ikkinchisida va to'rtinchisida. Nechta? Di. Qaysi radikal? Metil. Endi keyingi radikalga o'tamiz. Uchinchida qanaqa radikal turibdi? Etil. Bo'ldi, boshqa radikal qolmadi. Asosiy zanjir nechta guruh bor? 5 ta guruh bor. Penta. Demak, sistematik nomenklatura haqida umumiy tushuncha hosil bo'ldi deb o'ylayman, hurmatli o'quvchilar. Va bu sistematik nomenklatura haqidagi kamchilik sizda o'zingizda kuzatilayotgan bo'lsa, bu kamchiliklarni albatta masala ishlash mobaynida tematikamizda ma'ruf Tongitarov ikkinchi qism tematikada aynan nomenklaturasiga alohida urg'u berilgan. Ana shu yerda mustahkamlab olamiz xudo xolasa. Demak, alkanlarning nomenklaturasi tarixiy, ratsional va sistematik nomenklaturani siz bilan ko'rib chiqqan bo'ldik. Va keyingi, ya'ni muhim alkanlarni xossalaridan bittasi izomeriya bo'ladi. Izomeriyani siz bilan keyingi videoyimizda davom ettirgan bo'lamiz sizlar.